Bugün sizlere bahar təmini qaytadan yadınıza salan gökbərək pişirishini göstərib ötəmən. Mənim marazinlikimdə və səlkəm 1 yıldan bəlayatqan mikrodkadan çıxarılğan tayyor gök bar idi. Şunu tayyorlab göstərəcəkmən. Birinci nachinkamiz tayyorlamayan burun xamirimizni tayyorlab sotib qo'yaman. Xamirimiz shungacha damini olib turadi. Xamirimizni katta etib tuxum solib qaramiz, shunday kattalikda bo'lishi kerak. Keyin go'kimizni olamiz. Menda 5 tuxum bor edi, 5 tuxum solaverdim. Mana shu o'zi norma. Keyin piyozni ko'rib solamiz. Tavamda yana shuncha piyoz qolib ketdi deb o'ylamanglar. Uni bir qo'llab kamerada tushirib turgandan keyin bir qo'llab qoshiq bilan qirib solib bilmadim. Kamerani o'chirgandan keyin tavamni top-toza etib, siyirib soldim. Keyin ustidan tuxumni soldim. Tuxumni o'zini ham duz sepalab qo'ydim. Go'kka ham ozgina yana shunday duz solamiz. Go'kini sho'r bo'lib ketmasligi kerak. Go'kka o'zi yo'rinchig'i ham, ismaloq ham uncha tuz ko'tarmaydi. Shuning uchun ozroq solaverasizlar. Ijjon solsangizlar ham bo'ladi. Ijjonni oddiy ko'rib, sariyog'da ko'rib solsangiz ham mazali bo'ladi. Lekin men etmadim. Yana xamirimizni katta etib qorib, yoyib oldik. Xamirimizni hamma birinchi yoyishdan oldin muzlab yoyib olish kerak. Keyin yoysangizlar yaxshi yoyiladi. Menda shunday qolip bor edi, barakning qoliplari. Shunda qirqaman hamma, shunda bir xil xo'sha bo'lib chiqadi. Yana baraklarimizni shunda bikaman, men hamma ichini doldurib solishga harakat etaman. Menga ariq-tiriq ichida hech narsasi yo'q, baraklar, go'mmalar, somsalar, mantolar yoqmaydi. Shunday narsalarni pishirsam hamma ichini doldurib yeyishni ham, ichini doldurib solishni ham yaxshi ko'raman. Yana ko'rib turibsizlar, baraklarimiz ham tayyor. Shunday mazza barak bo'libdi, dirkillab turibdi xamirlar ham, ichi ham